Hammaga salom bo'llar. Yaxshimisizlar? Yaxshi kayfiyat, yaxshi dam oldingizmi? Xullas, bugun Samarqanddan Toshkentga kelgan edim. Toshkentda qaysi joyi bilmayman, shaharning ichi. Lokatsiya tashadi, lokatsiya bilan keldim. Hozir oldimga yana bitta sherik bor ekan, bu ham kelgan 50 region ekan. 50 region. Kecha oqshom soat 1 edimi, adashmasam 2 larga keldim. Uxladim 8-9 gacha. Uyqudan to'yib turdim. Telefon qilsam bugun yakshanba, ishlamas ekan. Borib yuvinib keldik, magazinga borib keldim. Shu yerga magazin bor ekan, produktoviy. Endi bitta o'zi obedcha qilamiz. Sveji bodring oldim. Pomidor, sveji домашний. Так, piyoz, chesnok oldim. Hozir bitta salatcha qilamiz. Mayonez olmabman-da. Mayonez kerak edi. Mayonez bilan zo'r bo'lardi. Ozgina shamollaganman. Kefir oldim. Mayonezning o'rniga salat. Sveji salat qilaman, ichiga kefir solaman. Kefirning ichiga chili soldim. Achchiqqina bo'ladi. Yo'talyapman. Cho'ta sovuq bo'ldi oxirgi payt. Keyin issiq sovuq bo'lib terlagan payt muzdak kolani ichibman. Bolalar, sizlardan iltimos, ayniqsa terlagan paytlaringizga sovuq suv ichmanglar, yomon. Keyin mana bunaqa tabletkalarga o'tirib qolasizlar. Mana bunaqa tabletkani tavsiya berdi. Kecha oqshomga Toshkent shahriga kirishga aptekaga kirdim. Rengalin degan ekan. 4 donadan bir kunda 4 mahal deyishdi, yordam beradi deyishdi. Keyin mana bu glitsin. Shu tomoq qichiydi-ku, qichigan paytiga mana yo'talish keladi. Uxlaganda qo'ymaydi. Ana shunga juda ham yaxshi. O'sha yo'tal kelish nimasini qoldiradi. Bu rengalin esa davolaydi dedi. Bilmadim, endi ko'ramiz. Hayotda salatcha qilaylik. Bitta kofe ichaveramiz, keyin kofemiz ham tugabdi-yu. Kamgina qolibdi. Quyoncham bilan obed qilamiz, kino ko'rib. O'tgan kuni qizcham ko'rib buni, mana quyoncham deb yig'layapti. Quyonchamni qaytarib berdi. Oldi, o'ynadi, 5-10 minut o'ynadi, yana esidan chiqib qoldirib ketdi. Xullas shunaqa gaplar. Samarqand non bor. Samarqand non bitta qolibdi. Keyin bu yana 2 ta non Toshkent nondan oldim. Bu ertaga dushanba. Shu yerga bizlar. Keyin desertga praynik bor. Bitta kofecha bilan praynik, ichiga sugushonimi bir nima bor dedi, kremli ekan ichiga, ko'ramiz. Shunaqa gap bo'llar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Ertalab bir yomg'ir yog'di. Toza havo. Bu tomonga qo'shnilar ekan, yangi uy solyapti menimcha. Quyosh qarang, chumchuqlarning ovozi eshitilyaptimi? Chumchuqlar mazza qilib toza havoga dam olyapti. Kasal bo'lmanglar, menga o'xshab ehtiyot bo'linglar, sog'likka qarab. Ertalabgacha kutamiz yana dam olib. Hali ham ochrat katta emas. Undan oldin bu sherigimiz 2 soatga ko'pi bilan 2 soatga tushirib tashlaydi. Toshkentda havo yaxshi.
Quyosh harorat adashmasam bir 15 bo'lsa kerak-da, 15-20 ga yaqin bo'lsa kerak. Mayli, yaxshi kunlarga ko'rishguncha.